Hammaga salom do'stlar, bugun men yana Minecraft o'ynayman. Chunki 50 dan ortiqcha, 50 dan ko'p obuna подписчиклар yig'ib beringlar. Mana meskinam. Ertalab tushdi. Endi biz nima qilishimiz kerak? Kravatda yasashimiz kerak. Zombi cho'kib yotgan. Birinchi qismda portlaganini. Yaxay shunchalik ham portlaydimi? Creeper portlagan menimcha. Qaysidir yerda chiqib qolganda. Tugadi. Yanachi. Shitili shunaqamidi? Ha? Shu qolgan shitili uzoq ketib qoldi men. Kimanda? Yarim qani. Oho, qishloq vasi buzilib ketibdi. Mana nima turibdi. O'ylasa mana qilab podkast menga tushib qoladi. Yana biz cho'kib ketdim birinchi qismida. Nima senga? Yana tushib ketmay. Bo'ldimi? O bittasini. Voy, shuncha mana zombi kelib qolishi mumkin. Unda ko'ra jitilni izlash kerak. Jitildan so'rash kerak. Nima bo'lgan? Jitil qani? Chiqaychi. O'zi bitta edimi? Qishloqda jitil. Sham yo'q bo'ldi. Sham ketib qolganda. Bu nima bo'ldi endi? Birdan creeper portlaganmi? Birinchi edi-ku. Birda jitil yashatgan. Mana domni ko'rib chiqaychi. Birda hech kim yo'q. Birda ham hech kim yo'q. Voy. Tepada ham hech kim yo'q. Jitil qayerdan chiqar ekan?